Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Obzorini qilib beramiz. Bu oshxona mebelimizni oldin tayyorlab ketdik. Endi gaz plita bilan bitishgasi kelgan ekan. Qo'yib beryapmiz. Bizni ishxonamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida, o'zimiz tumanga, qo'shni mahallamizga bitirganmiz. Bu oshxona mebelimiz uzunligi 425 sm da bo'ldi, balandligi 220. Mokriy rangda bo'ldi, ichi o'tash mokriy rangda. Mijozimizga taklif berganmiz. Keyin o'zlarining tanloviga qarab kafelni oqidan bosishdi, starishistani ham oqidan qilib berdik. Qolgan joylar mana ko'rib turganingizdek mokriy. Gaz plita, vitishkalarni o'zlari olib berishdi, qo'yib berdik. Mana moykalarni qo'yib berdik. Simstitillarni mana keyin ulab qo'yishibdi. Ishlayapti. Gel dozatori bor. Plyuntlarni ham mana qo'yib, germetkalab, bu taraflarini ham mana tepagacha qilib berdik. Yaqinroqdan bitta ko'rsatsak, qoshiqdonlargacha qo'yib berdik mana. Qoshiqdon qanaqasiga bo'lardi? Tortmalar davchi mexanizmda. Mo'ykani tepasida mana sushilkalari bor. Oshmoshlari ham davchi mexanizmda, kromkalari PVX. Tepalik qoshlari baget qoshdan qo'yib berdik. O'zining rangiga moslab kraskalar. Starishinsa rossiyskiy. Shaqqa chidamli, baquvvatdan qilib berdik. Xo'p, mana chekkasi pinallari podsvetka qilib berganmiz, gulchatirlar bilan. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Narxini aytishdan oldin bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni o'tkazib olishlar, xudo xolasa. Bu oshxona mebelimiz 425 sm, narxi 7 millionga bo'ldi.